Bugun biza 10 ka bo'ldik. To'g'ri bu son unchalik katta son emas, lekin men uchun bu juda katta son. Buncha obunachini yig'ish men uchun oson bo'lmadi, chunki biza o'zimiz mehnatimiz bilan, kontentlarimiz bilan, izlanishlarimiz bilan yetdik shunaqa songa. Buning uchun hamma obunachilarga rahmat aytaman. Boringlarga shukr. Biza mana shu orzu qilardim, meni ham podpischiklarim ko'p bo'lsin. Men foydali ma'lumot berganimda, insonlarga foyda tegadigan informatsiyalar bilan bo'lishganimda, odamlarga yaxshilik ulashib, men obunachi yig'ay deb har doim niyat qilardim, maqsad qilardim. Allohim shunga yetkazdi. Bundan buyog'iga bundan ham foydali, bundan ham manfaatli kontentlar qilishda davom etamiz. Sizlar bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Buning uchun hammanglardan minnatdorman va bu 10 ka uchun men alohida jamoamga, xo'jayinimga, meni qo'llab-quvvatlagan yonimdagi hammaga rahmat aytaman. Chunki bu 10 ka faqat meni obunachim emas, bu ishni orqasida, kontentlarim orqasida katta komanda ishlaydi. Buning uchun hammaga rahmat.